Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz barodarlar. Hammalaringizga yana bir bor sog'lik, salomatlik tilayman, ishlaringizga omad tilayman. Qayerda ham bo'lsangizlar, Allohning panohida bo'lingizlar. Biz yana mana ishimizga qarib keldirazdiq. Sizlarning yordamlaringiz va sizlarning duolaringiz bilan Xudo xolasa oxirgi yadini teryapmiz. Mana shunday posyolkaga kela qolmasa, Narafamskiy rayon posyolka Kroyka degan yerdamiz. Mana ko'rib qo'yingizlar. Xudo xolasa yaqinda bitkazamiz. Mana ko'rib qo'yingizlar. Pergorodkalarni yarmini qildirib, pergorodkalarni hozircha to'xtatib qo'ydik, faqat yana bloklarni teryapmiz. Mana ko'rib qo'yingizlar. Amon bo'ling.